Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Fermer aka-ukalarimiz uchun 1130 motorimiz mana ko'rishingiz mumkin. O'zida ham hozirgi 1130 motorimiz salakkaga ishlaydigan hamda tomchilab sug'orish uchun mana shunday naporli, ya'ni davleniya pompali nasoslarimiz kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni chiqarib yuboryapmiz. Xo'p, akalar, bunda nima maqsadda ishlatiladi? Tomchilab sug'orishga, masalan, tomchilab sug'orishga uzoqroq masofalarga bu nasosimizdan qo'yishyapti. Xo'p akalar, buni mana bu orqa tarafdagi shlanglari, misol deylik, so'rish tarafi 100 talik, chiqarish tarafi esa 76 talik. Mana bundan ham akalar 4 metr so'rish taraf hamda 2 metr chiqarish tarafga mana bunday qalin shlanglardan berdik. Bu shlang nimaga qo'yiladi? Bunda napor kuchliligi hisobiga даже pajanli shlanglarni ham yirtib olishi mumkin. Bu motorimiz 1130 motorimiz ham statorli varianti, chamadonlari bor akalar. Hamda mana bunday ikkita remellari bilan, klapanlari bilan, mana bunda yana 4 ta shunaqangi zapaska remellari bilan xudo xolisa Toshkent viloyatiga chiqartirib beryapmiz. Kimga shunaqangi motorlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin akalar. Videomiz yoqib qolsa, like tugmasini bosib qo'yish, esdan chiqmasin. Pastda nomerlarga telefon qilaverasizlar, buyurtma beraverasizlar akalar. Eng arzon narxlarda, sifatli, ishonchli narxlarda qilib beramiz akalar.